Qadrli do'stlar, alohida birga boquvga tashlagan qo'chqorlarimizni bir xur sarhisob qilamiz. Bundan tashqari, kechagi videomizda aytgandim, kim qayerdan kuzatayotganini yozib ketsin iltimos degandim. Rahmat, juda ko'pchilik yozishdi. Imkon bo'lsa bu videoga ham o'z fikrlaringni, qayerdan kuzatayotganlaringni yozinglar. Yana bitta iltimos, ko'proq auditoriyani jalb qilish uchun, ko'proq auditoriyaga, ko'proq odamlarga foydali bo'lish uchun videolarimizni, kanalimizni qo'y boqishga qiziqqan aka-ukalarga, birodarlarga qo'yingki 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan chorvador, chorvaga ishqibozlarga. U boqadimi, boqmaydimi, u keyingi masala. O'sha qiziqqan borki, hammasiga videomizni uzatib qo'ysalaring, kanalimizni uzatib qo'ysalaring, balki ular uchun ham foydali bo'lar. Unday bo'lsa, videoning asosiy qismiga o'tamiz. Biz boshladik. Assalomu alaykum, o'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari, hurmatli chorvaga qiziqadigan akalar, ukalar, birodarlar. Hop. Bugun sanamiz 20-avgust 2026-yil. Mana soatimiz 18:56. Hozir videoni imkon qilsam bugun joylayman, yo'qsa ertaga ertalabda kanalga yuklayman. Hop, kecha 19-avgust kuni bitta video tayyorlaganmiz hashak bo'yicha. Ana shuni ikkinchi qismida terib tayyorlab berganim uchun u qilgan hashayimni qo'ylarim qanaqa yegan, qanaqa yo'q ko'rsatmagandim. Hozir bir qo'ylarimiz uni qanaqa yeyotganligini ko'rsataman. Boquvga tashlagan mana bu addenniy katakdagi boquvga tashlaganlarim birga qo'y boqamiz deb aytganlarimda bir quruq gaplashamiz uni. Kim men bilan birga boquvga tashlagan bo'lsa, shuni muhokama qilamiz. Buni muhokamasini asosan mana bu Telegram kanalim, kanal emas, gruppa asli bu. Bu yerda hamma yozishi mumkin, hamma har qanday ma'lumotni tashlashi mumkin. Bemalol o'zlaringizning savollaringizni, qo'ylaringizning holatini ko'rsata olasizlar. Buni videomizni kommentiga tashlab qo'yaman, xohlagan odam o'tib olishi mumkin. Kimdirni qo'shsang keyin yozasan, nechtadir odam qo'shasiz, keyin yozasiz. Bunaqa shartlar yo'q u yerda. Silka orqali o'tasiz, o'zingizning fikringizni, o'zingizning qo'yingizni holatini, savolingizni beraverasiz. Bu menimcha hamma uchun yaxshi, foydali mavzu. Bundan tashqari Instagramda ham o'zimizning chorva deb yozsangiz yoki ismi familiyam Ibodullayev Abrorbek deb yozsangiz chiqib keladi. Mana shu piktogramma orqali bemalol topasiz hamma yerdan. YouTube ham, Instagram ham, Telegram ham mana shu piktogramma orqali qo'yilgan. Piktogramma deganda endi glavniydagi rasmni nazarda tutib aytibman. Hop, unda qo'ylarni bir ishtasini ko'ramiz. Mana bu boquvdagi qo'ylarim. Bularning ishtahasi mana ko'ryapsizlar. Kecha tayyorlagan hashagimiz ozgina to'kib ham yuborishibdi jonivorlar. Men kamerani oldida imkon qadar bemalol erkinroq, oddiyroq gapiraveraman doim. Shuning uchun to'g'ri qabul qilasizlar. Hop, kecha mana tayyorlagan yemimiz bir mahallik qoldi. Bir mahallik qolganining sababi kecha o'sha kechki payt berishimiz, bu yerdan olib berish o'rniga tert qilib, tertni berdik hamma qo'ylarga. O'shani hisobiga bir mahalliga qoldi. Buni ertaga ertalabda beraman-da, uni bergandan keyin ertangi kunnikini tayyorlayman. Hop. Endi qo'ylarni mana yeyishini ko'ryapsizlar. Bir orqada birontasi qolib ketgan yoki yotib olgan joyi yo'q. Hammasi yeyapti. Hammasining ishtahasi joyida. Mana bu o'sha men bilan birga boquvda tashlamoqchi bo'lgan akalarimiz uchun bir qo'llanma sifatida qilayotgan roligim. Menga dangalni aytaman, bulardan keladigan foyda muhim emas. Menga muhimi sizlarga to'g'ri yo'lda, imkon qadar to'g'ri yo'lda ko'rsatib borish. Endi meni obunachilarimning orasida umuman YouTube tarmog'idan foydalanadigan, chorvani sevadigan, qo'y boqadigan aka-ukalarimiz, mendan ko'ra tajribasi kuchli, mendan ko'ra bilimi kuchli akalar bor. Ular xotirjam mendan yaxshi, mendan foydali narsalar, ma'lumotlarni bilishadi. Lekin endi boshlayotgan aka-ukalarimiz uchun bu juda ham yaxshi kontent bo'lyapti. Mana sotuvdagi qo'ylarimizni endi qaranglar. Hozir bu yerda 35 ta, общий 35 tasini bir joyga olaman degan odamga 3 million 700 ming so'mdan qo'yib yubordim.
narxini ham aytib qo'yadigan yaxshida. Ichida bo'y basti 70 santimetrdan 80 santimetr oralig'ida bor. Mana mashhur chiqaram, o'zi bilinib turibdi, kattaligi 80 chiqib qoladi. Mana 79 chiqar boring yana. Lekin ishtahalarni ko'ryapsiz. Bir yemay qolgan, burni oqqan, yo'tali bor, unaqasi yo'q, xudo xolasa. Bo'lsa ham kafolati bor, bir hafta yemay ichmay qo'ysa yoki orqada bittasi go'sht qaytarib turibdi. To'q shekilli qonni. Hop. Olaman degan aka-ukalarimiz uchun umuman muammo yo'q. Endi videomizda o'sha ikkinchi qismi, asosiy qismi desa ham bo'ladi. Boquvdagi qo'ylarimizni bir suhbatini olamiz, kelishdikmi? Hop, birinchi qo'yimiz. Eslaringda bo'lsa, bo'y basti kilosini o'lchaganmiz. Takrorlab o'tirmayman. 200 gramdan ertalab, kechqurun 2 mahal 400 gramdan kunlik yem yeyishyapti. Xabarlaring bor. Ishtaha yaxshi. Axlati o'sha doimgidek juda buzilmagan holatda chiqyapti. Bir ichi o'tib qolgan, nimasi yo'q mana. Demak, yemimizni ko'taryapti bu. Yemimizni yaxshi qabul qilyapti. Lekin juda zo'r yeb tugatib yorayotgani yo'q. Mana ular sirazi yeb tugatib yorsa, bu ozgina o'ylanyapti. O'shaning uchun 10 kunlikda ko'ramiz. Bugun 5 kunlik bo'ldi. 10 kunlikda ko'ramiz. Ishtahasi ochilib ketsa qo'shamiz, ishtahasi ochilmasa yana bir 10 kun shu 200 gramdan davom etamiz. Unda ham keyingi 5 kunlikni ko'ramiz o'rtoqlar. 25-avgust kuni men bularning holatini sarhisob qilib beraman. 10 kunlik qanday o'zgarish bo'lgan. Bu qo'chqorimiz ishtaha zo'r. Asli eng kichigi shu, yosh oyligi bo'yicha. Bu ishtaha yaxshi, 200 gramdan tortyapti bu ham. Buni ham axlati yoki buzilib qolgan, yemay qo'yayotgan joyi yo'q. Hammasi yaxshi qo'chqorimizda ham. Demak, buni ham yemini qo'shsa bo'laveradi. 10 kunlardan keyin ozgina ko'paytiramiz. Endi bularni aytmasa ham bo'laveradi. Bular yosh oyligi katta. Mana unga o'zi kamlik qilyapti. Sherginikini ham yeb qo'ymoqchi bo'lib, kallasini yoqqa o'tkazib olib yemoqchi bo'laveryapti. Endi asli bugungi videomizning asl mazmuni shu, men bilan mana shunday qo'y boqishni boshlagan aka-ukalarimiz bo'lsa kommentda yozib ketinglar. Men boshladim falon yerdan, faloncha soni 10 ta, 5 ta, 10 ta qo'ydi siz bilan birga boqyapman deb yozib qo'yinglar. Foydali bo'layotgan bo'lsa, foydali bo'lyapti deb kommentga yozib qo'yinglar. Bu men uchun katta motivatsiya o'rtoqlar. Kimni qo'yi qanaqa holatda o'zgaryapti? Yeb ichishi boyagi 200 gramdanni ko'taryaptimi, yo'qmi? Yoki shunga o'xshash holatini yozib, endi kommentda yozsalaring albatta yaxshi. Komment degani bu YouTube algoritmi uchun yaxshi, ijobiy holat. Yozsalaring yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi-yu. Asosan Telegram kanalimizda muhokama qilsak qulayroq nisbatan. Bitta siz bilan men o'rtamizda suhbat bo'lib, foydalanuvchilar kommentga qaramaydiganlari ham serobda. Ikki kishining o'rtasidagi suhbat bo'lmaydi-da. Telegramda o'sha nechta a'zo bo'lsa, shuni hammasi uni ko'radi. O'zi uchun xulosa qilib ketaveradi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi videomizning asosiy mazmuni shu yerda. Sizdagi qo'ylarning holati qanday? Telegram gruppaga o'tamiz, u yerda holatni bir ko'rsatamiz. Kelishdikmi o'rtoqlar? Bugungi videoni qisqaroq qilaman. Chunki bir обязательно nimadir ko'rsatadigan joyim yo'q. Nimadir yangilik, nimadir yangi mavzu yo'q. Mana shu o'zimizni boqishga tashlagan qo'ylarimizning holatini bir qur nazariy jihatdan ko'zdan kechiramiz-da. Asosiysi keyingi 10 kunlikda, keyingi 5 kunlikda, ya'ni 25-avgust kuni asosiy bu qo'ylarning holatini ko'ramiz. Undan keyin keyingi 10 kunlikda boshlaymiz-da. Yemini qaysi biriga ko'paytiramiz, qaysi biriga o'zgarishsiz qoladi yoki ichi o'tib yo bir nima bo'lib qolgan bo'lsa qaytaramiz. Men kutganda mana shu 5 oylik deganimizda bir ichi o'tib sal qiynaladimi degandim.
Yo'q, ko'taryapti, qoyil. Shunda menga yaxshi bo'lardi, kontentimiz uchun bir foydali yana bitta rolik bo'lardi. Uni ichi o'tib yo bo'lmasa bir bo'kib netib qolsa, shu foydalanuvchilarga foydali bo'lgan ma'lumotlarni qo'shimcha qilib ketamiz degan qarashim bor edi. Lekin ko'taryapti. O'shaning uchun yem deyishiga bog'liqda hammasi ham. Kelishdim o'rtoqlar. Bundan tashqari auditoriyamiz sekin kengayib boryapti. Kimdir menga aloqaga chiqib bog'lana olmay qolsa, yo bo'lmasa telefon qilganda aka 5 minutda, 3 minutda qaytaraman deb turib telefon qila olmay qolsam, mendan xafa bo'lib o'tirmanglar. O'rtoqlar, bir kunda hozirgi momentda hech bo'lmasa bir 20 marta telefon kelyapti, nima maslahat berasiz deb turib. Kimdadir shunaqa holat bo'lib qoladi. Alohida gaplashishni imkoniyati bo'lmay qolishi mumkin. Telegramdan yozinglar, 24/7 javob beraman, balki kechasi 11da javob beraman, balki 2da javob beraman, lekin javob beraman. Alloh hammani chorvasiga baraka bersin. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, chorvalaringga baraka.